Kitob cheksiz bilim manbaidir. Kishi mutolaa qilar ekan, vaqtlar, zamonlar aro sayohat qilishi tarix sahifalaridagi muhim bilimlarga ega bo'lishi mumkin. Shuningdek, qay soha borki, uning rivojini kitobsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ayniqsa, badiiy adabiyotlar kishining tafakkuri kengayishiga, dunyoqarashi boyishiga xizmat qiladi. Mavzuni Toshkent viloyati qo'riqlash boshqarmasi xodimlari ishtirokidagi tadbir bilan davom ettiramiz. Huquq-tartibot organlari xizmatchilarining intellektual salohiyatini oshirish, ular orasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish maqsadida turli tadbirlar va ko'rik-tanlovlar muntazam o'tkazib kelinadi. Ayni tadbirlar doirasida Toshkent viloyati qo'riqlash boshqarmasi xodimlari uchun Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasiga sayohat uyushtirildi. Kitob va mutolaaga bo'lgan munosabat insonning ma'naviy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishi barchamizga ma'lum. Shunday ekan, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish har bir ijtimoiy tuzilma xodimlari, ayniqsa davlat xizmatchilari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida jahon va o'zbek adabiyotining durdona asarlari jamlangan bo'lib, turli soha vakillari uchun muhim bilim va ma'lumotlar manbai bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Qo'riqlash boshqarmasi xodimlari sayohat davomida jahon adabiyoti durdonalari, o'zbek klassik adabiyoti, shuningdek maxsus sohaviy adabiyotlar bilan chuqurroq tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi.